qanday mulklar yaxshiroq investitsiya uchun? Misol uchun kvartira olganim yaxshimi, townhousemi, villami? Hozirgi vaqtda e'tibor beryapman, townhouse va villalar juda ham ko'p sotuvga chiqyapti. Endi bu investitsiyani maqsadiga bog'liq. Masalan, agar siz uzoq muddatli ijaraga yoki kunlik ijaraga qo'yaman desangiz, siz kvartira olganingiz yaxshiroq. Sababi ROI'si, ya'ni yillik daromadingiz 7% dan 13% gacha atrofda bo'ladi. Villa olsangiz, uni narxi qimmat bo'lganligi uchun ijaraga qo'ysangiz 4-5% ROI beradi yillik. Lekin qaytarib sotmoqchiman desangiz, kvartiralarda masalan o'sish bo'ladi baribir ham kvartirada ham. Lekin townhouse va villalarda juda katta narx oshadi. Chunki townhouse va villalarga talab juda ham yuqori. Dubay bilasiz, millionerlar yashaydigan joy va millionerlarga narx jihatdan emas, balki o'ziga komfort izlaydi ular. Shuning uchun tayyor townhouselarga har doim talab yuqori bo'lgani uchun narx ko'tariladi. Demak, investorlar uchun agar maqsadi sotib olib, kapitalni narxini oshirib, qaytib sotmoqchi bo'lsa, townhouse va villalar yaxshiroq ekan. Shunday. Agar uzoq yilga ijaraga beraman desa, kvartiralarda yaxshi daromad kelar ekan. Xuddi shunday. Xo'p,